Assalomu alaykum, Uybar obunachimiz. Navbatdagi videolim Urganch shahri 4-dahada Karishtomning 2-katida 5 xonali kvartirani 100% jihozlar bilan sotib chiqdi. Lokatsiyamiz 18-san o'rta maktab. Ilgari namoz olinadi, hozir nomi o'zgardi endi 18-sana bo'ldi. Avval avtoturarjoy kollej, bu yerda rakoynamiz, xullas balkonaga pochta 6 xona, yarim plan hovli joy deydi. O'ng tarafimizda geçsek, o'ngdan bo'lganda Bismillahirrahmanirrahim. Avtoturarjoy ham shu yerda joylashgan. Bu DC xonamiz, televizorlar qo'yilgan, devorlar asalgan, high-tech variantda eshiklar, ovoy ayaklar laminat bor, oynalarimiz o'zgargan. Fotoqlamsa desak, natijlarimiz hisoblanadi. Hojatxona, yuvinish alohida eng trend qimmat mahalla desak ham bo'ladi. Berimizda obunachilar chiroyli vanna qo'yilgan, neobычный dekor panellar qo'yilgan, restoranimiz ega. Hojatxonamizda hojatxonaga ko'rishlar mumkin. Перегородка o'zgartirilgandan bu kengaytirilgan rakoynamiz. O'zi bu oshxona bo'lgan, oshxonani balkoniga ko'chgan. Televizor, bu yerda konditsioner, Wi-Fi tizimi bilan ega. Oshxonam uzun kuxonada o'tirgan. Xolodilnikimiz bor edi, yumshoq gilamlar tashlangan. Xonamizda jalyuzilar, gaz plitan, vitechkamiz, hammasi bor. Bu yerda moykamiz hisoblanadi. Endi o'zini alohida berimizda kerchkap yozib qo'ydim. Oldimiz ombori deymiz-ku, xullas kladovkasi bor ekan bunachalar. Endi nari kanalimizni ko'rsak, 100% ko'rib turgan hamma o'z qoladi. Bu o'ngda bir xonamiz joylashgan ekan. Bunachalar bomina yana bir xonamiz. Bom xalat televizorlar asilgan, konditsionerimiz bor. Berimizda kollektor bo'ladi, o'ngda chapda xona bo'ladi. Buni перегородка santash uzun bir dona zal bo'lib turibdi bunachalar. Hamma yangi ta'mirlangan. Balkon ham bor, verandasi ham bor bundan. Karishtom va tepatalar bunachalar. Shunda binomiz 2-katda joylashgan. Narxini ekranda yozganmiz. Aloqa uchun nomingizni 88 601 70 70 aloqa chiqarsa. Sog' bo'linglar, omon bo'ling. Shuningdek 5 xona so'rab bergan obunachilar maksimal tarqasansa alamur bo'ladi. Sog' bo'linglar.